Qanaqa maxluq bo'ldi bu? Nima bo'ldi bu? Voy, bu gigant zombi-ku. U mening bazamga hujum qilmoqchi shekilli. U qishloqlarga zarar yetishi mumkin. Va tezroq badanamizni kiyamiz va o'zimning tayoqlarimni olib olaman o'zim bilan. Ular juda sehrli va juda menga yordam berishi mumkin. Qani, ketdik. Xo'p, tezroq borish kerak yoniga. Mana u, voy, juda ham qattiq urar ekan, lekin menda ham juda ham yaxshi narsalar bor. Mana bunaqa tayoqlarim bor. Bu bilan to'xtatib qo'yamiz va oltin olmalarni yeb olamiz, chunki men yetkazib qo'yishim mumkin. U meni o'ldirib qo'yishi mumkin, chunki shuning uchun oltin olmalarni yeb oldim va yondirib olamiz. Bunisi bilan to'xtatib qo'yamiz va qilich bilan uramiz. U menga bronada bo'lsam ham juda ham ko'p jonim olyapti. Gigant zombi bu. Baribir men seni o'ldiraman. Sen katta bo'lsang ham, joning ko'p bo'lsa ham baribir qishloqlarga zarar yetkaza olmaysan. Mening bazamga ham. Xo'p, mana bu yerda yashirinib olishim kerak, lekin jonim juda ham kam, oz qolgan. Va mana u aslahani olamiz va oltin olmani yeb, hozir men uni uchirib yuboraman va uchirib yubordim va u o'ldi. Biz uni yutdik va bu nima? Qanaqa sandiqmi? Xo'p, mayli, bunga tegmay turaman, chunki bu juda ham yomon bo'lishi mumkin va sandig'imni turib turadi. Men olimlarga berishim kerak yerga tushib.